Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Dilshod Mirzo kanalini kuzatib boruvchi kuzatuvchilarimiz, bizning qadrli obunachilarimiz. Biz yana efirdamiz. Tug'ilgan kun loyihasini boshladik. Bugun Chinobodda bir opamizning otasini, ya'ni dadajonisini tug'ilgan kunlarida tabriklagani shu farzandi qizi tomonidan tashrif buyurdi. Azizlar, ilohim har farzand ota-onasini mana shunday aziz qilib, qadrli qilish Alloh muvaffaq aylasin. Azizlar, sizlar bilan Dilshod Mirzo kuzatib oylar bu gal tug'ilgan kun ham boshqacha bo'ladi. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam, to'xtatolmas ko'z yoshim odam. Assalomu alaykum. Jon dadama, mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Bugun biz tug'ilgan kun loyihasi surprizlar. Mana shu sizni bir aziz farzandingiz, qizingiz Gavhar opamiz tomonidan kelib sezibsiz-a? Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Gavhar opamiz shunday bir tasvirlab berdiki, bizga dadamni men juda yaxshi ko'raman. Yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham dadam meni juda ham bir yaxshi ko'rib, parvarishlab, halol rizq bilan boqib, onam ilohim birgalikda qo'sha qarisin. Yana yillarga Xudo xolasa hojilarga olib borish niyatim dedi. Ilohim hojilarga borishlikka Alloh nasib qilsin. Mana shu arzimas sovg'amiz, mana shu farzandingiz nomidan Gavhar keling. Yuribman qadam kirib, g'urur qoyasida, yuribman bag'rim kirib, dadamning soyasida. Dadajon, ilohim umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin. Tabriklab qo'ying. Boringizga shukur, onaginam. Hojonamiz ham yo'qotimiz, hojonamiz. Ana yana bitta sovg'a keldi. Sovg'a kelganlar xijolat bo'lmanglar, quruqini olib kelaveringlar. Bo'lmasa plastik ham bor, terminal. Ana sovg'amiz. Umringiz uzoq bo'lsin, otaginam, bolangizga shukur. Başlama bitti bitti vaqtda sağ olsun doimo. Ana rahmat. Yana bittasi bor ekan. Soğan var da. Oyun geçmez ha.
Qani tabriklaganlar hijolat bo'lmasa, urug' bo'lsa ham tabriklab qo'yaveramiz. Otamiz umri uzoq bo'lsin. Boriga shukr. Bugun qancha tabriklasak, o'shuncha kam otaginam. Endi oz bo'lsa ham mol ko'p bo'ladi. Ana qurug'a, ana. Bildagi hojilarga bo'ladigan. Bolalarga bosh qo'yadilar. Hammaga rahmat. Bo'ldi. Kimlar? Moshtoha holiga o'tiring. Yo'llar chiqib. Bolalarga bosh bo'lib, sog' salomat Tog'aginam nechiga kirdingiz endi? Xudo xohlasa 83. Endi ba'zilar 75 deyapti. Ba'zilar 70 deyapti. Ba'zilar 65 deyapti. Endi o'rtachasini tanlayvering. Umringiz uzoq bo'lsin, boringizga shukr. Mehr deb yoqqan dunyoga qachongacha davron suramiz. Sajda qilib qodirga yuring ota, hojiga boramiz. Zimmangizda ro'zg'ori tashvishi, shu tashvishni bag'am ko'ramiz, tugamaydi bu dunyo ishi. Ota yuring, hojiga boramiz. Jar kabara qilmasak tavob, mashqari kuningizni qoramiz, bu dunyoda eng katta savob. Ota yuring, otajon yuring, hojiga boramiz. Aslab sizni jondan ziyoda, boshqa qo'yib boray piyoda, armonim shu mening dunyoda. Ota yuring, onajon yuring, hojiga boramiz. Mana shu farzandingizga oxiratdan nomidan bu she'r ilohim hojilarga boringlar, umringiz uzoq bo'lsin. Onajonim bilan qo'sha qaring. Endi mana shu shaklida uzoq yillar ko'rib qo'sha qaring degani shu bo'lsa kerak. Havas qildik, bir duo qiling. Mana shu bizni yo'qlab kelishlar, avvalambor xush kelishlar hammalaring. Mana shu gapim hammalaringga sog'lik, salomatlik, oilalaringga tinchlik, amallik, farzandlaringizga bosh bo'lib, uzoq yillar sog' salomat yashab yurishini Alloh nasib etsin. Mana shu turishimiz har yili ana shu ko'pchilik ichida mana shunday nishonlashga Alloh nasib etsin. Alloh. Aytganingiz bor, bugun xursandchilik kuni, ash tuligan joyda bo'lsa ham, bugun o'ynab berasiz, o'ynamasangiz bo'lmaydi.
bor. Dadasini davrida boy deganlar, men dadamdan boymoqchimki dadam bor. Izlarimni izlab yurgan qadam bor. Baxtim ulolmagan qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar, men dadamdan boymoqchimki dadam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uch uradi rayhonlar. Dadasini davrida boy deganlar, men dadamdan boymoqchimki dadam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men dadamdan boymoqchimki dadam bor. Bugun to'g'a charchamayapsizlar. Boringizga shukr, bugun charchashga haqqingiz yo'q. Bugun shukrona kun, unutilmas kun, umringiz uzoq bo'lsin. Endi mana shu farzandlaringiz birinma-ketin tabriklaydi, tabrikini qabul qilasiz. Bugun mana shu yerga kelishimizga sababchi bo'lgan inson opamiz, qadrli opamiz Gavhar opamdan boshlaymiz. Dadajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Mana. Juda ham yaxshi ko'raman dadajon. Ilohim, meni baxtimga, qo'llaringizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Ilohim, yuzlarga keling, hojilarga obolaylik. Hamisha doim sog' salomat bo'ling. Qanijoning sog' bo'lsin. Doimo sog' salomat bo'ling. Dada, bizning hammamiz farzandlaringiz, hammamiz mana aka-ukalaringiz, mana tog'alarimiz hammamiz yaxshi ko'ramiz. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Shu ayam bilan qo'sha qarib yuzlardan oshib bo'linglar. Xudo xolasa o'rtada shu hajlarga jo'nataylik, ziyoratlarga jo'nataylik. Sizni ham duolaringizni qilib yuraylik. Uzoq yillar sog' salomat yashanglar. Agar meni otamsiz, akamsiz, meni sirdoshim, dardkashim, g'amkashim, xursandchiligimda sherik bo'lgan yagona akam. Men mana shunday ulug' yoshlaringizni tabriklayman sizlarga. Mana shu 9 ta farzandingiz baxtiga, bizning baxtimizga, ayamni baxtiga sog' salomat. Mana shunday tug'ilgan kunlaringizni Xudo xolasa 100 yillar yashab inshaalloh. Hammalaring mana bugun farzandlar, rahmat hammalaringga. Xudoya hammamiz yangi yillar mana birinchi haftasi yaxshilik, xursandchilik kunlar bilan nishonlayapti. Mana shu yilgi yangi yillar hammamizga omadlar keltirsin. Akam hammamiz baxtiga sog' salomat ayam bilan birgalikda qo'sha qarib, hojilarga borishsin. Xudoya hamisha duo qilib qolamiz. Sog' salomat yuring. Eng kenja to'g'amizga. Assalomu alaykum. Endi pochchalardik, endi akamizdan ham ziyoda oilamizda kattasi o'sha polis pochcha. Shu sizni 82 ga kirishingizga ko'proq shu opam sababchi. Endi opamni tarafini olamanmi? Agar opam siz jiraki bo'lib sizni ko'p g'ashingizga tekkan uncha yoshga kirmaslik. O'shaning uchun bundan keyin shu yuzlarga keling, orqangizdan biz ham birgashib kulib yuraylik. Opamlar ham yuzlarga kirsin. Eng yomon shu o'tirishlarni shunaqangi to'kib sochini dasturxonlarda suv ichishni Alloh nasib qilsin. Parvardigorim mana qilayotgan ehsonlarimiz dargohida qabul qilsin. Yana ish kun vaqtlarga to'pimizda ayrilmasdan ko'payishgan holda yangi ayollarni kutib olishlarga Alloh uzoq nasib qilsin. Nasib qilsin Parvardigorim.
Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin, bolalarga bosh bo'lib, Oydin oy bilan qo'sha qarishib, uylaringda doimo Allohning tinchlik amalini berib, umrlaringga rizqlaringga Alloh baraka bersin. Doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat, rahmat, amin, amin. Assalomu alaykum. Hammalaringga mana shu xonadon hammamizga fayz barakatdan bo'ldi. Shu akamiz ham ulug' yoshlarga hammamiz yetkazsin. Akamiz yoshlarga doim hammamiz birga qo'llaylik. Shu nevara-chevarlarga baxtli ko'rish hammamizga nasib qilsin. Akam ayam bilan qo'sha qarab doim bizlarga duo qilsin. Yangi yilda hammaga omad kelsin. Har yilimiz aqlimiz shunday bo'lgan atrofida bo'lishda Alloh nasib qilsin. Akamiz ayamiz doim hammamizga xo'sh bo'lsin. Hojlarga borib kelganda ham bolalarni nevara-chevarar to'ylarni ko'rganda ham hammamiz birgalikda shunday qutlug' kunlarda birga bo'lishni hammamizga Alloh nasib qilsin. Sizga umringiz uzoq bo'lsin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Qavmini qo'sha qarishib, farzandlarga bosh bo'lib, uzoq yillar sog' salomat Alloh taolo doimo tinchlik omadini bersin. Hammamizga sog'lik salomat. Rahmat, qutlug' bo'lsin. Bizim benim tabriklab qo'yman ekan endi. Avvalo xush kelibsizlar hammalari. Bu o'tirishimiz sababchisi dadamiz, otamiz. Tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Ilohim bunaqa yoshlardan yana ko'pini ko'ring. Men farzandlarim, nevaralarim nomidan, keliningiz nomidan, o'zim nomidan tabriklayman. Eng yomon kuningiz shunday o'tsin. Bundan da yaxshi avlod kunlar bo'lsin. Hammamiz boshqa o'tirib. Farzandlarga qo'shlarini qo'sha qarishib, mohir nima bilan, marhuba bilan bolalarga bosh bo'lib, uzoq yillar sog' salomat. Rahmat. Dadajon, men ham sizni tug'ilgan kuningizlar, tavalludingizlar, shunday ulug' kuningizlar chin dildan tabriklayman. Ilohim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Bizga ham bolalarimiz to'yda bosh bo'lib turishingni Alloh nasib qilsin. Hojatda hojatlar qatorida yuring hamisha. Sog' va salomat bo'ling. Tanijoningiz sog' bo'lib, farzandlarga bosh bo'lib, kenjoyi bilan mana qo'sha qarishib, uzoq umr ko'rishlaringni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Men tog'amni eng kichkina jiyanim. Tog'a umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshga kiring. Doim duolaringiz qayda bo'lsa eslaymiz, men tog'am duo qiladi. Yo'lda ko'rganda ham hamisha ko'p ko'rishamiz. Doim duoingizdan umidvor bo'lib turamiz. Uzoq umr ko'ring. Mana shu o'g'illarni, qizlarni, hamma nevaralarni baxtiga hammaga bosh bo'ling. Xudo xolasa, mana onajon, dadamni tug'ilgan kunlarini yana yildan keyin xudo xolasa endi biz tomonga. Xudo xolasa. Amin. Sog' bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Mana bu bugungi ulug' kunlarda mana birga kelib o'tiribsizlar. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Parvardigor egam doimo qo'shganlarimga qo'sha qarishib, ota-onangga yo'ldosh bo'lib, beshkar, bexatar, sog' salomat turishingni Alloh nasib qilsin. Rahmat. Polvon kelgan tashiring. Hammalaring xonadonimizga xush kelibsizlar. Bugungi kunda sababchisi mana dadajonimiz 82 bahor qarshi olyapti. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Onam bilan birgalikda qo'sha qarib bunaqa kunlarni ko'pini ko'rib, birdan keyin Xudo xolasa hojlarga borib kelishingizni shunaqa katta qilib inshaalloh o'tiraylik. Mana shu bolalarimiz to'ylarga ham bosh bo'lib duoda bo'lar. Bugun mana yana bitta pochchamizdan yodgorimiz bor. Buni ham tug'ilgan kuni Ilohim sizni yoshingizni bersin. Qo'shaloq bayram. Robiyaxon qizimizni umri uzoq bo'lsin. Sizlar yoshlaring berib, umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan dada. Avvalambor assalomu alaykum. Opa dada tabriklayman. Shukrona kuningiz bilan. Undan ham katta minglarga kirib bering. Rahmat. Qolmadimi? Assalomu alaykum. Opata, bizni baxtimizga sog' bo'ling. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Avvalo hamma
yuzlarga kirib yuring, hojilarga borish baxshingiz. Opadan tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Buvam bilan doimo baxtli bo'ling. Bizni to'ylarimizda ham turish nasib etsin. Rahmat. Qomadimi hech kim? Qani bolalar, kelinglar, uylanmanglar. Ko'pni duosi ko'p. Har o'zi mana shu bolalarga tilatish kerak, bolalardan so'ratish kerak. Bular begunoh duosi ijobat bo'ladi, Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ilohim, umringiz uzoq bo'lsin. Bugun qancha so'rasang, o'shuncha kam. Ona qirolicham ham tabriklaydimi bugun? Qirolini keling, qirolicha tabriklab qo'ying endi. Rostdan ham tog'amni o'sha boshda gapirgan tog'amni gapi to'g'rida. Tunda kech qolsa qayerdan kelyapsan deb qonining ichmaganingiz uchun, rashk qilmaganingiz uchun, ha? O'shuning uchun ham qarang, uzoq umr ko'rib, hali ham men yoshman deyapti-yu. Boringizga shukr. Assalomu alaykum. Bizni xonadonga kelgan aziz mehmonlar, avvalambor xush kelibsizlar. Mana shunday chiroyli o'tirishni sababchisi bo'lmish xo'jayinim mana 82 yoshga kirdi. Umri uzun, rizqi ulug' bo'lsin. 9 ta bolani ulg'aytirib, katta qilib shu yoshga yetkazdi. Mana endi bugun shunday chiroyli o'tirishlarni qilyapmiz. Mana bugun aziz mehmonimiz Hojoyim Nafisaxon, xush kelibsiz qizim xonadonimizga. Hojilarimiz, ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Hamda mana bugun yana chevara ko'rdim. Chevaramiz Muhammad Ali yana xonadonimizga chevara bo'lib xush ketdi. Mana Robiyaxon tug'ilgan kuni buni ham umri uzun bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, baxtli bo'lsin. Bir yildan keyin bundan katta qilib qilishga Alloh nasib qilsin. Hammalaring xush kelibsizlar. Mana shunday chiroyli o'tirish bo'lsin. Eng yomon kunlarimiz shu bugundek bo'lsin Xudoya. Ha, kampirni duo qiling. Joying sog' bo'lsin. Ikkalamiz doimo uzoq yillar birga bo'lib, farzandlarimiz, nevaralar, chevaralarimiz bilan, o'g'il qizlarimiz bilan barchalariga bosh bo'lib, uzoq yillar, yaxshi kunlarda, to'ylarida duoda bo'laylik. Doimo sog' salomat bo'laylik. Hojilarning duosini olaylik. Assalomu alaykum. Hammalarga xush kelibsizlar. Tog'a to'g'ri kunlarsiz ulug' bo'lsin. 88lar, 99'lar, 100'larga kirib yuring. Jondan joyingiz sog' bo'lsin, bolangiz baxtli, sog' omon bo'ling. Hojilarga borib hojatdan hojona olib nasib ro'zaylarsiz. Rahmat. Hojona avvalambor doimo sog' salomat bo'lib, oilangizda, uylaringizda tinchlik, omonlik bo'lib, bolalarga bosh bo'lib, uzoq yillar sog' salomat yashashingizni nasib ro'zaylab, hojingizni Alloh taolo qabul aylab, doimo sog' bo'lishsin. Allohu akbar. Bu turganlar kelin podsholarmi? O'zi qaynonadan ham ko'ra qaynota ko'proq yaxshi ko'radi kelindan. Bo'pkeli kampir inamat yegotir, u ham birovni bolasi deb. Assalomu alaykum. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim shunaqa yoshlardan ko'pini ko'rib yuring. Har doim bizga bosh bo'lib, biz ham farzandlarimizni uylab, joylab, o'zingiz Xudo xolasa, hojilarga borib, hojatda hojonalar bo'lib yurishingizni tilaydoshim. Rahmat. Qomadimi? Mehmonlar, mana shu qizimga qaraydi, umri uzun bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Mana shu hojilarga borganda savobini bersin Alloh taolo. Dunyoyu bu dunyo rozini ikki dunyodan. Dada, men ham iloyim unaqa yoshlardan yana bir 10 tasini ko'rib yurishingizni tilayman. Doim sog' bo'ling, bosh bo'lib yuring. Aytishingiz kelsin. Qomadimi? Allohu akbar. Endi ochiq dasturxonga hammani vaqtini olmaylik. Bemalol taomdan bahramand bo'laverasizlar.
Azizlar, qadrdonlar, qalaysizlar? Ko'rdilaringmi bizni tug'ilgan kun loyihamizni? Ko'ringlar, mana Mug'udinjon tog'amizning 9 ta farzandi bor ekan. Bularning mehribonligini, bir-biriga oqibatligini qarang. Ilohim shu farzandi Gohirxon opamizning ota-onalari qo'sha qarishib, Xudo xolasa hojilarga borishligini Alloh nasib etsin. Azizlar, san'atkor odam hech jahonda birovni xonadoniga borib yomon niyatda bormaydi. Barcha mana shu tilagan yaxshi niyatlari chin dildan bo'ladi. Chin dildanki so'ralganki, tilalgan narsa Alloh dargohida qabul qiladi. Xudo xolasa Alloh niyatlarimizni qabul qilsin. Ilohim tog'amiz umrlari uzoq bo'lsin. Azizlar, ilohim boya aytganimdek, har farzand ota-onasini mana shunday qadrli, hurmatli qilishlikka Alloh sabab musharraf qilsin. Azizlar, bilasizlarmi? Mana shuni bir yoshlikdan katta qilib, bu ham kam ota-onalarimizga piyoda hojiga olib borsangiz ham kam ekan. Bir kunlik bizni boqqan va kechasi bedor turib oqsit berib katta qilgan ota-onamizga bundan-da yaxshiroq narsalar qilishimiz kerak. Bundan-da zo'r narsalar qilishimiz kerak. Ilohim hammani qodir qilsin. Azizlar, xullas sizlar ham ota-onalaringni mana shunday bir e'zozlasanglar, qadrli qilishda xohlasanglar, bizga murojaat qilib, borib chiroyli qilib ko'ngillarni olib kelamiz. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Azizlar, Xudo xolasa chiroyli tarzda bo'ladi. Biz Xudo xolasa loyihani boshladik. Dilshod Mirzo kanaliga obuna bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang va bizni kuzatib borishda davom eting. Bundan da hali zo'r loyihalarimiz oldinda. Azizlar, davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.